Assalomu alaykum. YouTube'da Komiljon Uz kanalini kuzatib, like'larni gumillatib turgan obunachilarim. Yaxshimisizlar? Bugun biz mana Komiljon Uz'ni bekitilishda turgan novvoschasini sotuvga qo'yyapmiz. Zot bopidan. Bugun hafta kuniga chorshanba 22-oktyabr 2025-yil. Bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan video obzor qilyapmiz. Faqat semental zotini tushunib, ishqibozlar uchun ikkita buqacha qo'yyapmiz mana. Bular sotuvda. Ikkalasi ham original, toza qonli semental. Mana bunisi 3 oylik bo'lyapti. 3 oylik bo'ldi. O'ta chiroyli va o'ta sifatli. Zotiga toza semental. Mana polvonimiz bor mana. 30 tadan bitta mana, 50 tadan bitta chiqaveradi o. 4 oylik. Zo'rini olaman, boqaman, havas uchun boqaman deganlar uchun. Ikkalasi ham toza qonli. Jonivor mana. Oq ayiq. Orqalarini ko'rsataman desam, hech ko'rsatmayapti. Mana sal kichikroqini olaman deganlarga mana bunisini tavsiya qilaveramiz. Sal kattarog'i deganlarga bunisi mana. 4 oylik bo'ldi, rosa. 4 oyda shuncha bo'lib ketishiga ishonasizlarmi mana? Original zoti tug'ilganda kattami, kichikmi, baribir o'zini namoyon qila oladi. Faqat zoti toza bo'lsa bo'ldi. Lekin buni boqishiga ham qaraladi. E'tibor berib, chiroyli qilib tomoshani qilaveringlar. Ekrandan uzoqlashmanglar, aziz obunachilar. O'ta yuvosh, o'ta sifatli. Kelajakda chorva fermasi borlar ham ishqiboz bo'lsa bo'laveradi. Mana baqalariga e'tibor beringlar. Pachka 4 son. Like'larni bosmayapsizlar, aziz obunachilar. Reytingdan pastga tushib ketyapmiz. Sizlar qancha ko'p like bossalaring, biz sizlardan motivatsiyani olib turib, ko'p videolarni chiqarsak, yana reytingga chiqib olamiz, xudo xolasa. Ancha reytingimiz pastlayapti. Mana. Bu mana 3 oylik deganimiz. Shu boquvda ketsa, xuddi buni ham mashq holatda bo'ladi mana 4 oylikda. Sili sop qo'yilgandi, tagini urishyapti, jonivor. O'ta beg'am, o'ta yuvosh. Ana, chiroyli manzara bo'ldi. Polvon zo'ridan bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar uchun. Qonlari to'ppa-toza, zoti original. Ikkalasi ham buqacha, ho'kizcha. Vohadagi ishqiboz aka-ukalar bor edi. Aka, pulini ahamiyati yo'q ekan. Zo'ridan bo'lsa dedi, mana atab mana shuni bekitib turdim mana. Ayt. Mana. Shoxchasi kuydirilgan. Bo'lmasam vaqt o'tkazmasdan akalar narxini sekin aytamiz. Ammo kommentariyada har xil so'zlarda aytavermanglar. Hamma narsani ham xayri bor. Masalan, bozorga kirsalaring 10 millionlik molni ham 15 million deydi. 40 millionga beradigan molini 50 million deydi. Sekin so'raladi.
kommentariyaga dab durustdan tas etkizib yozib odamni dilini xira qilishni keragi yo'q. Har kimni o'ziga insofni bersin. Bizda yolg'on gap so'z yo'q. Tozami toza deyiladi. Lekin shu qadar harakat qilamanki, shu paytgacha mana toza qolli simentallardan chiqarib turibmiz. Mana bunisini ham qaranglar, pachkalar. Ash, hushyor bo'l. Cho. Uni ko'rib mazza qilaverasizlar-da. Buning oldidan bunisi kichkinaroqqa o'xshab qolyapti. Aziz obunachilar, mana shu polvonimga, to'royligimga 35 million kim sanasa mana sotaman. Lekin to'roylik buqachani narxi bunaqa ekan degan xayolga bormanglar aziz obunachilar. Endi bu buqamisan buqa. 35 million bo'lsa mana sotaman. 4 oylik narsa. Bunisi 3 oylik aziz obunachilar. Bunisiga mayli 26 million beraverasizlar. Cho. Lekin buni ham o'sha 3 oylik narsa 26 million bo'pti degan fikrga bormanglar. Farqi bor. Masalan, Gentra'ning narxi 14 ming bo'lsa yangisi, Nexia'niki boshqacha, Cobalt'niki boshqacha, shu singari. Lekin holatiga qarab pul beraverasizlar. Bunisi 26 million, bunisi 35 million. Ana yotib oladi. Charchadi. Bir xirmon bo'layapti mana. Zerikdim dedi. Bizni kuzatishda davom eting. Toza qonli simental ishqibozlariga simentallarni qo'g'ozlaridan, sigirlaridan, buqalaridan va buzoqchalaridan chiqarishda davom etamiz. Telefon nomerini qoldirib o'tamiz. 99lik bilan 142 04 08. Namangan To'raqo'rg'on. Marhamat qilaverasizlar. Turuvlarni qaranglar mana. Cho endi yotma. Cho jonivor. Cho. Ohoy. Komiljon o'ziga ham bitta like. Bu buqachamizga ham bitta like deb bosib qo'yasizlar. Aziz obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.